namoz vaqtlari aytilgan shu oyatda. Shunda tasbih aytinglar deyapti. Bas tunga kirish paytlaringizda ham, tongga kirish paytlaringizda ham, oqshomda ham, peshinga kirishingizda ham Allohga tasbih ayting. Qarang, namoz vaqtlari tunga kirayotganingda, tongga kirayotganingda, oqshomda, peshinda Allohga tasbih ayt. Ya'ni tasbih doimiy bo'lishligi kerak. Subhanalloh. Subhanalloh. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas ulug' Parvardigoringizning nomini har qanday ayb nuqsondan poklab tasbih ayting. Inson qachon tasbih aytadi? Qalbini tub-tubidan. Qachoniki tafakkur qilganda. Inson fikr yurgizsa, tafakkur qiladigan bo'lsa, subhanalloh deyishlikdan boshqa chorasi qolmaydi. Chunki o'ylanib ko'ring, farzandlaringiz bor. Balog'at